Artık hamda qanaqa qilib 3D eshiklarni gulini, ramkalarni gulini, baketlarni gulini chizishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib eshikni profilini chizib olamiz. Avtoop'eziniyani qo'ysa sразу vektorlarni ulab ketadi bir-biriga. Ikkalasi hammasi zaмкнутый vektorlar. Hop, endi bu ikkita vektorni olib ichiga 70 millimetrli tilani profilini chizamiz. Hop, bu profilimizni biz chizishga secheniyasini chizib olishimiz kerak. Hop, 70 millimetrga, допустим, biz buni 10 millimetrli MDFdan chiqaryapmiz. Endi secheniyasini chizamiz bu yerda 10 millimetrga mo'ljallab. Hop. O'zimizga kerak bo'lgan gulni chizamiz. Hozir improvizatsiya qilyapmiz. Shunaqa gul kerak bo'ldi deylik. Hop. Chetga olamiz. Ikkita tepadagi chiziqlarni belgilaymiz направляющийdan va выдавливание instrumentini bosamiz. Hop, keyin bizda bu ikkita belgilagan chizig'imiz yo'naltiruvchi chiziq bo'ladi. Buni belgilaymiz. Vыбрать qilamiz. Davetga o'tib. Chizgan chizig'imiz bo'lsa, bu profilni secheniyasi bo'ladi. Buni bu yerdan belgilaymiz. Ichiga hozir mana chipsaga chizib berdi. Hop, bu lekin tashqariga chiqib qoldi. Ichkariga kirg'izish uchun invertировать кривую по Z bosamiz. Bu ichiga kirgan bo'lib chiqadi. Profilni ko'rishimiz mumkin. Agar bizga buni chap o'rnini almashtirish kerak bo'lsa, bu knopkani bosamiz. Chap o'ng tomoni almashadi. Hop. Endi buni chizig'ini tashqarisiga chizmoqchi bo'lsak, использовать другую stорону bossak, tashqarisiga chizadi. Chizganimiz tashqarida chizilgan paytda mana bu tashqaridagi burchaklari radius bo'lib qolishi mumkin. Hop, shuni yo'qotish uchun mana bu yerga создать прямоугольник bossak, burchaklari, tashqi burchaklari qirrali bo'lib chiqadi. Hop, bu yerda bir-biriga tegib ketgani uchun orasida joy kam bo'lgani uchun tegib ketdi. Mana bu
bitta yana o'rtadagi использовать как среднюю линию degani bu chizuvni o'rtasidan chizadi, ya'ni 3,5 tashqariga, 3,5 ichkariga. Mana bossak, mana chiziq o'rtasiga tushadi. Buni olib tashlasak, tepasi bunaqa bo'lib qoldi. Buni olib tashlasak, ichiga chizib beradi. Shunda relyefimiz tayyor. Buni saqlanib qilamiz. Endi bunga programma berish uchun shu 4 ta vektorni tanlaymiz. Trayektoriya, 3D trayektoriya. Belgilangan mana bu yerda vektorlarni belgilasak, faqat shu vektorlar ichini o'yadi. Chistovoyga tig' tanlaymiz. Masalan, R1 diametr 6 tig'ini tanlasak bo'ladi. Bu yerda shagini belgilaymiz. 0,16 mm shag tashiydi. Chuqurligini belgilashimiz shart emas. Tezliklari ham ko'pincha NC Studio'da yoki Pultozdan boshqariladi. Buni ham belgilash shart emas. Xo'p, endi bu yerda raster degan joyi bor. Agar rasterni qo'ysak, tig' bu joydan boshlab chapga o'ngga qarab yuradi. Bu yerda bundoq chapga o'ngga, tepada ham chapga o'ngga, hamma chapga o'ngga yuradi. Bu strategiyada vaqt sal ko'proq ketishi mumkin. Hop, boshqa strategiyamiz bor yana, smeshение klassический. Bunda o'rtadan boshlab aylanib yuradi hamma yog'iga. Birinchi belgilashimizga qarab tashqariga, keyin ichkariga yurishi mumkin yoki birinchi ichkariga, keyin tashqariga. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Начать внутри, начать снаружи. Agar bizada relyefimiz bitta vektordan belgilangan bo'lganda, внутри bossa ichidan tashqariga qarab yuradi. Снаружи desa tashqaridan ichkariga qarab yuradi. Agar bizada hozir bu yerda ikkita vektorning orasini o'yayotganimiz uchun o'rtadan tashqariga yoki ichkariga qarab yuradi. Hop, bu yerda yana mana bu yerda nomer instrumenta degan joyi bor. Agar sizni stanogingiz o'zi tig' almashtiradigan stanok bo'lsa, 2-3 ta tig' ishlatadigan bo'lsak, hop, 3D tig'da 3D'sini o'yib, bu yog'iga boshqa tig' bilan chetini kesib olishimiz mumkin. Har xil operatsiyalar uchun tig' nomerini sizni magaziningizdagi tig' nomeriga mos ravishda qo'yishingiz kerak. Patronda turgan tig'ga mos keladigan qaysi patronga qaysi tig' qo'ygan bo'lsangiz, shuni shu joyga kiritasiz. Masalan, birinchi nomer turgan instrumentni 1 qo'yasiz, 2ga qo'ysangiz 2 qiladi. Hop, смещение bilan qilamiz. Безопасная высота, tig' qancha masofaga tepaga ko'tarib yurilishi. O'tga 5 yoki 10 mm yozib qo'ysak bo'ladi. Zagotovkamizning balandligi hozir bizda bu ahamiyatga ega emas. 20 mm yozib qo'ysak bo'ladi. Вычислите bosamiz. Hisoblab berdi. Endi simulyatsiya qilib ko'radigan bo'lsak, birinchi ichkariga qarab yuradi, keyin tashqariga qarab yuradi. Adashyapman, birinchi tashqariga, keyin ichkariga. Trayektoriyamiz tayyor. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa kommentlarga yozinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.